Bugun sizlar bilan jahonda qurilish materiallari sanoatida o'z o'rniga ega bo'lgan Xitoy davlati haqida gaplashamiz. Birinchi fakt. Dunyo sementining yarmidan ko'pi Xitoy davlatida ishlab chiqariladi. Xitoy jahon sementi ishlab chiqarilishining 55-60% hajmini yolg'iz o'zi qamrab olgan. Ya'ni dunyodagi har ikkita qop sementdan bittasi Xitoy davlatida ishlab chiqariladi. Ikkinchi fakt. Dunyodagi eng katta sement zavodi Xitoyda joylashgan. Anhui Kon sement zavodida bir vaqtning o'zida 20 mingdan ortiq xodim ishlaydi. Ushbu korxona 100 gektardan ortiq maydonda barpo etilgan. Uchinchi fakt. Xitoy bir yilda Amerika Qo'shma Shtatlari 10 yilda sarflaydigan betonni ishlatadi. 2011-2013 yillarda Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlari 100 yilda ishlatgan betonni sarflagan. To'rtinchi fakt. Xitoy dunyodagi eng ko'p gazoblok ishlab chiqaruvchi davlat hisoblanadi. Bu yerda 600 dan ortiq zavodlar mavjud. Ularning yillik ishlab chiqarish quvvati 400 million metr kubni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich jahon bozorining yarmidan ko'pini tashkil etadi. 5-fakt. Hozir kunda dunyoda qum tanqisligi mavjud. Shu bois Xitoy laboratoriyalarida sun'iy qum ishlab chiqarilmoqda. Siz yana Xitoy davlati haqida qanday qiziqarli ma'lumotlarni bilasiz? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Like bosish esdan chiqmasin. Bizga obuna bo'ling.